Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Xayrli tong hammangizga. Bugun yana bir vitaminlarga boy va tez hazm bo'ladigan, hammaga birdek yoqadigan dimlama ovqatini birgalikda tayyorlaymiz. Qani, ketdik. Bismillah deb ishimizni boshlaymiz. Mana hurmatli obunachilarim, hamma narsamizni yuvib, tozalab, artib oldik. Endi uni birma-bir bo'sh qozonga terishni boshlaymiz. Qo'y dummasini yog'ini terib olamiz. Xuddi mana shu ko'rinishda kesamiz. Qozonimiz tagiga terib olamiz. Chunki bunga boshqa yog' ishlatilmaydi. Mana shu yog' o'zi erib, ovqatimizga mazza ta'm berib oldik. Endi go'shtni suyakli go'shtlarimiz ustidan lahm go'shtlarimizni terib olamiz. Va 2 dona piyozimizni parrak ko'rinishda to'g'rab olamiz. Buni ham xuddi shunday terib olamiz. Endi navbat mana archib tayyorlangan sabzi. Ularni solib chiqamiz qozonimizga. Bolgarskiy juda ham ovqatga mazza beradi, ta'm beradi mana bolgarskilarimiz. Keyin pomidorchalar, kartoshka. Birinchidan terib oldik. Endi karam. Karamni 4 ga bo'lib oldim. Mana. Endi navbat ziravor va ko'katlarga. Va ziravorlarga men xuddi mana shunday 5-6 ta chesnok, o'zingiz xohlagan, o'zingizga yoqqan ko'katingizdan 2 dona lavr yaprog'i. Men bunga ezilmagan murch ishlatdim, 5-6 dona. 5-6 dona ezilmagan murch. Tuz. Aralashma ziravorimizdan solamiz. Ozgina 1 piyola suv. Ozgina. Va mana shu holatda gazimizga qo'yib, ustini mahkam yopamizda 2 soatga past olovda dimlab qo'yamiz. Ovqatimiz 2 soatda tayyor bo'ladi. Juda ham shirin va nasib hammaga yoqadigan ovqat chiqadi. Layklarni ayamay muxlislar, birgalikda videolarimni kuzatib boring. Siz bilan qiziqarli taomlar pishirishda davom etamiz. Mana qo'yib oldik. Endi shu turishda qaynab tayyor bo'ladi. Mana obunachilarimiz, ovqatimiz pishishga tayyorgarlik ko'ryapti. Mana juda ham chiroyli bo'lib, past olovda qaynayapti. Mana obunachilarim 2 soat vaqt o'tdi. Mana ovqatimizni qaranglar, tayyor. Turishini qarang buni. Endi qani tekshirib ko'ramiz. Sabzavotlar pishib ketgan. Mana go'shtlarini qarang. Pishib ketganini. Endi likopchaga chiroyli qilib suzib olamiz. Ana endi tarelkaga solib olamiz. Mana